Assalomu alaykum. Darvozalarimiz tayyor bo'ldi, xudo xolisa. Surxondaryo viloyati Sho'rchi tumaniga o'rnatdik. Xudo xolisa darvozamizni. Materiallari o'sha eng original variantda bo'ldi. Shotkalari bilan, xudo xolisa. Shotkalari bilan. Bu garaj qismi. Endi bu katta darvozaga o'tamiz. Mana darvozamiz ko'rinishi. Bu bez nalichkali bo'ldi, akalar. Polni shivellar bo'ldi, profillari qalin. Xudo xolisa. Zamoglari ham kачествоsi zo'r mana. Bitta barmoqda yengil ochilib yopiladi mana. Bu orqa ko'rinish. O'zini fason qilib berdik orqasiga. Karniz bosib berdik. Endi bu ham pul turadi asl. Karnizimiz o'zi $100 ga bordi. Rasxodlari bilan, kraskasi, mehnati. Zamoglari o'ta yengil, qulay. Kalitkani ko'ramiz keyin. Mana kalitkamiz ham bu orqa qismi bu. Bu tuplit, o'sha 3 qavatlik eng chiroyli materialda bo'ldi. 1 metr kvadrati $200 dan ozroq tushib beramiz. Xohlasa. Mana navbatdagi darvozamizni ham ustunovkasini qilib bo'ldik. Bu darvozamiz Xorazmni Xozaras ko'rinadi Xorazmga. Navbatdagi yulduzchali darvozamiz, faqat bu tepasi arkali emas, promoy holatda bo'ldi. O'sha materiallari o'sha bir xil, 12 rossiyskiy shivellar, 1.8 2 qavat, uteplonniy, orqasi 1.6, gullari mana shu o'zgarmagan holatda o'rnadi. Zamoglari ham o'sha original toza zamok. Zamoglari bu mana orqa ko'rinishi. Orqa ko'rinishi однотонный tekis bo'ladi. Zamoglari o'sha mana shotga holatda ochilib yopiladi. Kimga qiziq bo'lsa, telefon raqamlarimiz bor albatta. Bu darvozani bolasi ham bor, lazerli darvoza. Uni katta hovlilarga qo'yib berganmiz, uni ham syomkasini qilamiz hozir.